ishini qilyapti. Foziljon Qorakamlarni tanimagan, eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Alloh rahmat qilsin ustozimiz. Otalarini Yosinxon To'ram degan zot o'tganlar. 85, 86, 87-yillarda aqllari zoyi bo'lib qolgan ekan, majnun bo'lib qolgan ekanlar. Qorakam masjidda ishlayman deydilar, bir mashinam bor. Uyga kelaman, dadamlar qo'y bolam, meni uyimga olib borib qo'ygin deb aytadilar deydi. Uyimga olib borib qo'ygin. O'zlarini uylarida uyimga olib borib qo'ydirar ekan. Mashinamga o'tkazamanda ko'chalarni aylantirib olib kelib uyga olib kelaman. Ey bolam baraka top, baribir o'zingning uying yaxshi deb duo qiladilar deydi. Bir sabab bo'lib ishdan bo'shadim, mashinamni sotib yubordim. Dadamlarni janjal to'palanglari ashu uyimga olib borib qo'y. Mashinam yo'q, ming'izaman desam, uyda bir arava bor. Bir to'shakni solib dadamlarni aravaga o'tkazib, qilib hovlida aravada aylantirib olib kelib, mana uyingizga keldi desam, ey baraka top bolam, o'zingning uying yaxshi deb duo qiladilar deydi. Shu kunlarda mana shu ahvol o'tirdi. Bir kun duoga qo'l ochib, qo'lingni och bolam dedilar. Menga qilayotgan xizmatlaringdan men roziman, Xudoyam rozi bo'lsin. Iloho orqangdan dunyoni podsholari yursin deb duo qildilar deydilar. Men endi hech qayerda ishlamasam, hech kim bo'lmasam, meni ortimda qaysi podsho yuradi deb, endi dadamlar jinni, boshlar tomlari ketgan, aqllari zoyi aytdilarda qo'ydilarda deb qo'ydim deydilar. Mustaqillik bo'lib ishlarga tiklanib, taqdir taqozosi bilan diniy qo'mitaga, O'zbekiston diniy qo'mitasiga rahbar bo'ldim. 2012-yil Buxoro, Samarqandda Abulay Samarqandiyning bir necha ming yillik, necha yuz yilliklari munosabati bilan o'sha joydagi bir marosimga bordik. Prezidentimiz o'sha marhum Islom Karimov, butun islom mamlakatlaridan podsholar kelgan. Imom Moturidiyni haligilarga ketyapmiz, maqbaralarga qarab ketyapmiz. Islom Karimov bolam, haligi Qoraka siz oldinda yuring deb meni oldinga o'tkazib yubordi deydilar. Oldinda o'tib ketyapman, orqamda dunyo podsholari kelyapti, yig'layapman. Birtasi kelib, "Ey Qoraka, nimaga yig'laysiz? Axir orqangizda dunyo podsholari kelyapti. Yig'lamang, nimaga yig'laysiz?" desam, bir paytlar otam, "Bolam, men sendan roziman. Dunyo podsholari orqangdan yursin deb duo qilsalar, dadam jinnida endi aqllari yo'q, aytib qo'ydilarda deb yuribman. Dadamlarning o'sha duolari ijobat bo'lgan ekan, mana podsholarning oldida yuribman" degan ekanlar. U sizni bizlar birovni jinni deyishimiz mumkin ekan, lekin ota duo qilsa, ona duo qilsa farzandni, bu jinniku demas ekan, duosini qabul qilaverar ekan Parvardigor. Boyaginda o'rtani olib borayotgan akamiz jannat onalar oyoq ostida dedilar. Onalar sahobiylarga aytdilar, o'tirganlarda payg'ambar alayhissalom jannat sizlarni tuqqan onangizni oyoq ostida deganlar, sahobiylarga aytganlar. Onani haqqini ado qilgan mard bormi shu yerda? Qizga ish buyuribdi ona, "Bolam, kirlarni yuvib qo'ygin, idish-tovoqlarni yuvib qo'ygin, hovlilarni supurib qo'ygin, eshiklarga suv sepib qo'ygin." Hamma qilganini, hamma aytganini qildi. Onasiga jur'ati yetmasdan qog'ozga yozibdi. "Ona, hamma buyurganlaringizni qildim. Kirlarni yuvib qo'ydim. Narxi 25 ming so'm bo'ladi. Idish-tovoqlarni yuvdim, narxi 25 ming so'm xizmat haqim. Hovlilarni supurdim, 25 ming so'm. Ko'chalarga suv sepdim, 25 ming so'm, hammasi 100 ming so'm bo'ladi" deb narx yozib qo'yibdi. Qarasa qog'oz turibdi. Ona ham tagidan yozibdi. "Bolam, senga homilador bo'ldim. Seni 9 oy 9 kun ko'tardim. Har qandoq yuk ko'targan inson kunduzni ko'tarib, loqal ko'targan yukini kechqurun qo'yib qo'yadi. Har qandoq yuk ko'targan inson bu qo'lidan bu qo'liga olib bir xordiq oladi. Lekin men seni kechqurun ham olib qo'ya olmasadim, bu qo'limdan u qo'limga ham ola olmasadim, seni bag'rimda saqladim. Senga zarar yetmasin deb ko'ynim tusagan narsani yey olmadim, ko'ynim tusagan narsani icha olmadim. Bu seni 9 oy 9 kun ko'tarib yurgan xizmatim tekin sen uchun" debdi. "O'limga ro'para bo'lib, seni azobga ro'para bo'lib tug'dim." Ulamolar aytayapti, onani
bolasini dunyoga keltirayotgandagi to'lg'oq dardini, azobi inson tanasidagi 20 ta suyakni sindirgandan battar azob beradi deyapti. Bitta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? 2 ta 3 ta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? Endi 20 ta suyagi singan insonning hayotini, yurishini, turishini ko'z oldingizga keltiring. Onalar mana shuncha azobni tortib tug'ar ekan. Mana shu xizmatim ham senga tekin debdi. Dunyoga yig'lab kelding, ko'ksimdan oppoq sut berdim. Birinchi xizmatim, birinchi vazifam faqat seni qorningni to'yg'izish, seni uxlatish, seni oq yuvish, seni tinchlatish edi. Sutni ichasan, 1-2 soatdan keyin ana shu sutni najosat qilib chiqarasan, men hazar qilmay jirkanmasdan, hazar qilmasdan seni o'sha axlatlaringni tozalardim. Non yeydigan qo'lim bilan ana shu axlatingni ushardim. Shu xizmatlarim tekin deb, shu kunigacha bo'lgan hamma xizmatlarni yozibdi. Endi aqlimizga, vijdonimizga savol qilaylik. Agarda onalarni xizmatiga pul to'lashlik mumkin bo'lganda, birorta mana shu yerda boyvachcha bormidi onani haqqiga? Onani xizmatiga pul to'lab beradigan xizmat bir boyvachcha bormi? Milliarder bormi dunyoda? To'rtinchi toifa farzand loqal shunisi nasib qilsin. Ota-onani buyurgan ishini buyurganidan afzal qilib qo'yar ekan, qotirib qilib qo'yar ekan. Buni ko'rgan ota-ona umringdan baraka top, bolam, men sendan roziman, Xudo rozi bo'lsin. Menga qilayotganlaring farzandlaringdan qaysin? Dunyo turguncha turgin, iloho orqamda qolgin deb duo qiladi. Bu duoni olgan farzand to shu xizmatlarni farzandidan ko'rmaguncha dunyodan o'tmaydi. Bir hoji akamiz bo'lardilar. 76-yil qahraton qish yanvar oyi ko'chada tizza barobar qor deydilar. Onamlar bilan sandalda o'tirib, yelkalarini silab o'tiribman. Bolam, labbay onajon, bozorlarda qulpinay bormikin deb so'rab qoldilar deydi. 76-yilni tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring. Qayerda karzinka bor edi, qayerda supermarketda qulpinay bor edi, qani ayting? Ha, bor onajon, yegiz kelyaptimi desam, bir 3-4 ta bo'lganda yerdim dedilar. Bor, hozir olib kelaman deb shunday chiqib Moskvani samolyotiga o'tirib borib Moskvadan olib keldim deydilar. Yesalar 3 tami 4 ta yedilar. Shunaqangi duo qildilar, o'sha kundan boshlab dunyo ketimdan quvlaydigan bo'lib qoldi deydilar. Mana onani duosi. Onani duosi, otani duosi farzandni yillar davomida riyozat bilan, mashaqqat bilan, pul bilan, lavozim bilan yetolmaydigan martabasiga yetkazadigan duo birdan bir duo shu. Kalomi sharifda deydi Xudoyim, ota onang shunda rizoyim, ota onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha Rasuli akram, ota onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zni tagiga yetarsan, avvalo onangni rozi etarsan. Hech qachon o'xshamas ular do'stingga, hech qachon tiqishmas somon po'sminga deyapti. Qancha do'stlarimiz bor edi, bir ko'z oldimizga keltiraylik hayotda. Lavozimda yurganimizda pullarimiz ko'p paytda qancha do'stlar bor edi. Qani endi u do'stlar? Haqiqiy do'st bu ota-ona. Boshingizga davlat kelsa haqiqiy suyunadigan, haqiqiy boshingizga g'am kelsa g'am chekadigan do'st bu ota-ona. Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am deydilar. 5-toifa farzand ota-ona bilan birga yashar ekan. Ota-onani dunyo qarashini, xarakterini o'rganar ekan. Ota-onaga nima yaxshi ko'radi? Qo'l mevalardan nimani yaxshi ko'radi? Ishtaha bilan yeydi. Qanaqa ovqatlarni ishtaha bilan yeydi? Go'shtlikmi, go'shtsizmi, suyuqmi, quyuqmi? Hammasini bilib, bu narsalarni ota-ona buyurmasdan turib muhayyo qilib qo'yar ekan. Falon narsa yegim kelyapti demas ekan, o'shani oldindan muhayyo qilib qo'yar ekan. Alloh taborak va taolo ota-onalariga eng ko'p yaxshilik qilguvchi farzand deganda mana shu eng oxirgi 5-toifa farzandlarni nazarda tutgan ekan azizlar. Boya Nazirjon hojimning uylarida ham bir oz masala qilib berdim. Islomda odob bor. Islomda odobini eshiting. Bizlarda bugun bormi shu odob? Shu xonadonimizda farzandlarimizdan ko'ryapmizmi yo bizlar kecha ota-onamizga qildikmi? Bu odob nima?
erta bilan uyqudan turdingiz. Alhamdulillah duogo'y ota-onangiz bor uyda, duogo'yingiz.